Mana do'stlar, 24 soat ishlab charchamaydigan, xudo xolasa sizlar uchun do'stlar, sok apparatlarimiz keldi. Sok apparati do'stlar Xitoyda ishlab chiqarilgan ikki xil varianti bor. Kichkinasi bor va kattasi bor. Endi bu hozir nimasi, sizlarga qopqog'ini ko'rsatib beramiz. Polnusi nержавейкада qilingan do'stlar, 24 soat ishlab ham do'stlar charchamaydi, bemalol xizmat qiladi. Xudo xolasa, eng asosiysi texnik безопасный ishlab chiqarishga, uyga, korxonaga bitta olib bo'lsa, do'stlar maza qilasiz. Onaxonlar qiynalib yurmaydi do'stlar. Xo'p, endi bu ikki xil sok chiqaradigan apparatimiz. Bunisi do'stlar, mana uyda onaxonlar uchun aynan pomidordan nimadan sok qiladigan apparatimiz uchun do'stlar, мясорубка do'stlar bo'ladi. Xudo xolasa, hozir buni narxlarini tushuntirib beraman, ishlashini tushuntirib beraman. 380 ga adashib ketdim do'stlar. 220 ga ishlaydi. Ikkovi ham, bittasi kichkina, bittasi katta. Kattasini obyomi to'g'risini aytsam, Xitoy mahsuloti bo'lgan joy. Rosa Xitoy tilini tushunadiganlar bo'lsa, nima qilasiz? Endi litri necha litr obxod qiladi bilmadik. Hozir buni topalsam agar Xitoy tilidan deb tushunasam. Tak. 22, o'zini og'irligi 22 kilo ekan. Odam charchasa charchaydi do'stlar, lekin bu мясорубка charchamaydi do'stlar. Obyomi ham juda katta. Bu asosan qatga, uyga, xonadonga boyakal olaman desa, uyda bolalar uchun sok qilib, umuman qizimaydiganlik osillang bo'ladi. Ishlab chiqarib restoran, kafega qo'yaman desangiz, buni kichkinaga ham, kattasi ham ichini ne qilib beradi. Endi katta obyomda sotaman deydigan bo'lsangiz, bunisini tavsiya qilaman. Bunisining narxi xudo xolasa, markasi, operator orqasini bitta ko'rsatib berasiz. Mana do'stlar, markasi H150 do'stlar. Xudo xolasa bunisi $400 chiqyapti. 100% nержавейка, 22 kilo og'irligi. Kichirog'i, bunisi ham mehnat qilib beradi do'stlar. Bunisi $350 do'stlar. Bunisi A3000 markasi. Bu ham xuddi ikkovi ishlash prinsipi bir xil. Faqat bunda obyom kattaroq, bunda obyom kichikroq. Tepadan solasiz, yondan chiqarib yuboradi. Ikkovini ham idishi bor xudo xolasa. Endi uchinchi narsamiz bu mana shu onaxonlar juda ham yaxshi ko'rishadi ayollarimiz, ya'ni tomat sokini chiqaradiganlar uchun. Maxsus o'zini temiri bor. Mayki shuni qo'yasiz chekkaga, uni jomga qo'yib qo'yib, pomidorni ba'dan solib ketaverasiz. Pomidorni suvini chiqarib berib, orshchasini metga chiqarib yuboradi. Haligi nimasini bu tomondan nima qilib ketaverasiz. Xudo xolasa bu apparatimiz narxi $330. $330 do'stlar, 220 ga ishlaydi. Ancha-munchaga charchamaydi. Ko'p odam мясорубка ishlatishadi. Buni ham xo'p tushuntirib beray. 220 ishlaydi. Razmeri kichkina. Qolgani yo'q ekan. Ishqilib, toza nержавейка, og'ir mahsulot мясорубка bilan tenglashtirmaysizlar bu narsani. Toza sok qiladigan apparat. Umuman qizib ketib, haliga ish to'xtatmaysizlar. Kilo-kiloni shunday chiqarib tashlaysiz. Uy sharoitiga juda zo'r narsa tavsiya qiladi. Uy sharoitiga ishlatmayman sizdan, restoran, kafega ishlataman deydigan bo'lsangiz, buni ham sok sifatida chiqaradi. Faqat bu toza sokni o'zini alohida chiqarib berib, makitini baqa tashlab bersa, bunda pomidorlarga bu zo'r keladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Bundan tashqari podpishasi like bosib qo'yinglar. Do'konni ko'ryapsizlar, assortiment katta. Pechkalar, gazga, propanga, xamir qorishlar do'stlar. Boshqa, misol uchun buni xamir qiladigan, pechene pishiradigan apparatlarimiz bor, ishlab chiqarish uchun, biznes uchun aloqaga chiqinglar.